Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakatuh. Aziz opa-singillarim, bormisiz, omonmisiz? Ro'za ayyomlari bilan barchangizga Allohim ro'za ayyomlarida savobli amallarimizni ko'p qilsin inshaalloh. Koreyadan O'zbekistonga yana tugab qolgan nalichidagi narsalarimizni jo'natib yuboryapman. Ko'pchilik videoni boshida aytib qo'ying, qanday zakaz beray deyishadi. Videomizni tagiga tutsangiz, video tagida opisaniyasida Telegram gruppamiz linkini qoldiraman. Undan keyin kommentlarda bosh sahifasida ham Telegram gruppamiz linkini qoldiraman. Shu yerdan shu linkni, ko'k yozuvdagi linkni bossangiz Telegram gruppamizga o'tib ketasiz. Bahor boshlandi. Qora ishlar boshlandi deydi-yu. SPF krem ishlatinglar albatta. SPF krem qishin yozin ishlatish kerak. Qishda yuzingizni qurib ketishidan saqlaydi. Bahorda ham SPF krem yuzingizni namlantirib beradi, ham quyoshdan yaxshi saqlab beradi. Beauty of Johnson'da korobkasi bu, korobkalisi ham bor. Korobkasini 130 ming so'mdan sotyapmiz. Zavoddan shunday chiqqan bular. Keyin yana yuzimda poralarim bor degan opa-singillarimizga mana o'zim ishlatdim. Buni ochib ko'rsatyapman. Shunaqa mini varianti bo'ladi. Mini variantda 4 ta mahsulot bo'ladi. Yuzingizni tozalaydigan penkasi hamda toneri bo'ladi. Yuzingizni penkada yuvib, tonerida namlantirasiz, keyin svritkasi va kremi bo'ladi. Shu tartibda har kun ishlatasiz. Buni yosh qizlar ham ishlatsa bo'ladi. 17-18 yoshdagi maktab yoshidagi qizlar ham ishlatsa bo'ladi. 230 ming so'mdan shu mini naborimiz. Keyin aksessuarda toneri, kremi bor, hamda ko'z kremi bor. O'zbekistonda serumi hamda SPF kremlari ham bor. Bu qanaqa yuzga desangiz, hamma turdagi yuzlarga tushadi. Yuzingiz quruqmi, ta'sirchanmi, dog'i bormi? Ko'pchilik bahor kelishi bilan yuzimda dog'larim ko'payib ketadi deyshadi. Yuzimga mos nabor yig'ing deyshadi. Albatta, nabor holatda ishlatsangiz yaxshi natija olasiz. Kremni ham yuzingizni ham yaxshi namlantirib beradi. Tarkibida keramidi bor, sentelas bor, hamda niatinamidi bor. Barcha yuzda oqartirishga, yuzni namlantirishga ishlaydigan mahsulotlari bor. Xo'p, toner, krem, ko'z krem. Narxlari tonerni 160-170 atrofida qo'yganman. Telegram gruppamizda hammasi narxlari bor. Kremni ham shunaqa 160 atrofida. Xo'p, keyin ajinlarga Dr. G'dan shunaqa kremimiz bor. Buni ko'pchilikka sotaman. Yaxshi natija oldik deb aytishadi. Sababiki biz so'raymizda, mahsulotimizni sotganimizdan keyin yaxshi natija oldingizmi, qanday ekan deb so'raymiz. Hammaligi mana shu kremni ishlatgan ko'pchilik yaxshi ekan, yuzimni yaxshi namlantirib berdi, ajinlarga yaxshi ishladi deb aytishadi. 25 yoshdan keyin albatta yuzingiz uchun ajinlarga krem ishlatishingiz kerak. Ayniqsa bahorda ham yuzingiz quyosh ta'sirida tirishlar ko'payib ketadi. Yana qizlar dog'larga, muammoli yuzlarga ham to'g'ri keladigan tarkibida niatinamidi bor, AHBH moddalari bo'lgan svritka hamda krem bo'lalar sepeniki. Svritkasi bilan birga ishlatsangiz yaxshi natija olasiz. Bu qanaqa yuzlar uchun mos? Yuzda dog'lari bor, guridan qolgan dog'lari bor, yuzi tez yallig'lanuvchan, qizaruvchan yuzlarga tushadi. Yuzni quritib yubormaydi. Vitamin C bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Sinovdan o'tgan. Svritkasi 160 ming so'm, kremi ham 160 ming so'mdan. Keyin dalba misti. Dalba mistini ham 50 ml, ham 100 ml bo'ladi. Bu 100 ml. Yuzim qurib ketadi, makiyaj qilsam, SPF krem surtsam, yuzim tortib yoradi deydi-ku, yuzingizga namlik yetishmaydi. Albatta, makiyajdan oldin dalba mistini ishlatsangiz bo'ladi. Bu uchtasi birda toner, serum, mist vazifasini bajaradi. Yuzingizga krem, serumlarni surtganingizdan keyin oxirida SPF krem tonalkadan oldin buni surtib olasiz. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. O'zimnikini ishlatganman, mana bunaqa. Buni betida ozgina kosmetik yog'i bo'ladi, to'planib qoladi. Ishlatishdan oldin chayqatib olasiz. Rosa zo'r narsa ekan. Shuni ishlatsam yuzimda bilinadi shu surtgan narsam, SPF'im, tonalkam.
Bo'lmasa quruq yuzga surtib olgandek turadi. Gija qurtlarga tabletkamizdan juda ham ko'p olganman. Ko'pchilik farzandlar 3-4 tadan albatta oilaviy ichgan yaxshi buni. Ota-ona ham, farzandlar ham 3 yoshdan boshlab ichkizasiz. Ichida 2 tabletkani birinchi bittasini bir haftadan keyin ikkinchisini ichadi. Shu bilan 6 oy kursga yetadi. Boshqa hech qanday tabletka ichmasa bo'ladi 6 oy davomida. 3-4 talab olganlarga 25 ming so'mdan beryapmiz. Ko'pchilikning bolalari ko'p. Dalba SPF kremimiz yuzingizga ham ton beradi. Tarkibida suvi ko'p, yuzingizni namlantirib beradi. Yuzim tez qurib ketadi deydiganlar uchun yaxshi SPF krem. Quyoshdan yaxshi himoya qiladi. Ayollarimiz uchun intimni penka. Ya'ni tahorat qilish uchun ishlatadigan penka bu. Hidlanishlar, yallig'lanishlarni oldini oladi. Keyin yana intim zonalarni oqartiradigan kremdan so'raganlar uchun tizza, bo'yin sohasidagi qalinlashib, qorayib ketgan terilarni oqartirib beradi. O'sha sohani tozalab olib surtasiz. Keyin yana qizlarjonlar dezodorantlarimiz 2 xilidan olingan. Ko'ki kuchliroq terlaydiganlar uchun erkaklar ham ishlatsa bo'ladi. Pushtisi yengilroq terlaydigan ta'sirchan terilar uchun. Buni ishlatish tartibi bor. O'zi 3 marotaba ishlatganingizdan keyin ancha terlashingiz sezilarli darajada bilinadi. 80 ming so'mdan dezodorantlarimiz. Buni ishlatish tartibi shu: kechqurun toza qo'ltiqqa surtib olasiz. Ertamadan o'sha sohangizni chayib tashlaysiz yoki yengil artib tashlaysiz. Bir haftada 2 marta ishlatishingiz mumkin. Agarda yoshroq o'smirlik paytdagi yigit qizlar bo'lsa, ular bir haftada 1 marta ishlatsa yetarli. Yana go'zallarim ko'z krem bor. Ko'zdagi hamda qovoqlardagi ajinlarni yozib beradi. Bu 3 ta vazifani bajaradi. Ham ko'z atrofidagi terini yumshatib beradi, namlantirib beradi, ham oziqlantiradi. Ko'zimiz tagi terisi yupqa bo'ladi-yu, oziqlantirib beradi. Ajinlarga qarshi ishlaydi. Ko'z terisi yupqa bo'lganligi sababli tez ajin tushadi, chiziq hosil bo'lib qoladi. Ya'ni qurib qolgan bo'ladi-da, shuning uchun unga oziqa yetishmay qoladi. Haligi tushunarli qilib aytganda, oshqozonimiz uchun har kuni ovqat kerak-ku, yuzimiz uchun ham har kuni namlantiruvchi mahsulotlar kerak. Yuzimizga ham, ko'z atrofiga ham, ularga ham namlik kerak bo'ladi-da. Bunimiz 85 ming so'mdan. Har kuni ko'z atrofiga qovoqlari bilan massaj qilib surtib yotsangiz bo'ladi. Yana opa-singillarim Padirin tarkibli kremimiz bor. Bu qanday krem? Yuzingizni namlantirishga ishlaydi hamda ajinlarga qarshi ishlab beradi. Bundan o'zim ham ishlatib ko'rdim. Chunki hozir rosa ham reklamasi kuchayganligi uchun o'zim ham qiziqdim-da, bittasini ishlatib ko'rdim. Rostdan yaxshi narsa ekan. Yuzingizni yaxshi namlantirib, glow effekt berar ekan, tiniqlashtirar ekan teringizni. Ajinlarga qarshi yaxshi ishlaydi. O'zi tarkibida Padirin bo'lgan mahsulotlar ajinlarga, yuzni namlantirishga yaxshi ishlab beradi. 130 ming so'mdan, hajmi 50 ml. Qo'lim yorilib ketyapti degan opalarimizga shunaqangi qo'l yumshatib, shirin hid keltirib turadigan qo'l kremlarimiz bor. Gullisi, har xil turdagilari bo'ladi. 25 ming so'mdan mana bu bir donasi ro'za ayyomida chiroyli narx qilib beryapmiz mahsulotlarimizga. Keyin go'zallari mana shunaqangi Koreyani biz mana shu jenshen plasteri bilan taniganmiz boshida. Bu qanaqa? Buni yosh kattalar ishlatib ko'rganlar biladi. Ichida 25 ta bo'ladi. Bu jenshen mahsulotini tabiiy yo'l bilan olingan plasteri deyshadi. Shu bo'g'im sohasiga, yelka, bilak, son, boldir, bel, bo'g'im og'riqlariga yopishtirib oladi bittasini chiqarib. Ichida 25 ta bo'lsa, 25 marotaba ishlatish mumkin, bir kunda bir martadan. O'sha sohani og'rig'ini qoldiradi hamda davolaydi-da.
ya'ni sovuqda shamollaganlar, nerv shamollaganlar, bo'g'im og'riydiganlar uchun juda yaxshi narsa. Shu mahsulotimizdan ko'p olganman. Ramazon oyida olishga imkoniyati kam yetmayib turgan onaxonlarimiz uchun olib beringlar. Tekinga shundan bittadan beraman. Mana shu videomizni like bosinglar, ko'proq opa-singillarimiz ko'rsin. Ro'za ayyomida shundan 10 tasini tekinga beraman onaxonlarimiz uchun. Videolarimizga like bosib, meni qo'llab-quvvatlab tursalang, inshaalloh har doim har zakaz jo'natganimda yana inshaalloh zakazlarimiz ko'payib ketsa, tekinga onaxonlarimiz uchun shundan berib turaman. Buning uchun albatta meni qo'llab-quvvatlab, klientlarimiz ko'p bo'lib tursa